Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa yana bir fayzli xonadonlarimizdan birini tungi maoshlarimiz o'z dunyosiga yetkazdik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Bu obyektimiizga qancha tungi rasxodli, necha pulga bitta hammasini aytib o'taman. Xo'p, do'stlar ko'rib turganlaringdek 24 metrga 60 santimetrga ko'cha shapkasi ko'rib turganlaringdek mana shunday holda tanlovlari bilan birlashtirganmiz. Xo'p, kiraverishda 14 metrga 3,5 metrlik 4 metrga 4 metr kiraverishda har xil o'rab qo'yganmiz. Hatto 2 xil razmer chiqqani uchun mana shunday ko'rinishda bitkazib berdik do'stlar. Do'stlar, bu obyektimizga общий turgan расходimiz 288 kvadrat atrofida turgan rasxod qilganmiz. Shunda uyda egasiga 34 million so'mga barcha rasxodlar ichida bitkazib berdik. Xo'p, ko'rib turganlaringda ana ichkari shapkalarini ham. Ichkari shapkalarni 120 chiqqan sababli 2 qavatli qilib shunaqa ko'rinishda bitkazib berdik. Regellari bilan birga ko'rib turganda chiroyli qilib ashpikara berganmiz. Hozirgi kunda 1 kvadrat tungafonimiz barcha rasxodlar ichida 115 mingdan 130 ming so'mgacha qilib bermoqdamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiryapman, aloqa chiqaverasizlar. Xo'p, ko'rib turganlaringda aylana shapkalarini mana ko'rinishda bitkazib berganmiz. Teraskalarni tevarlarini ham cho'tga olib bitkazib berdik. Oq rangi mokri rang aralashtirilgan holda. Xo'p, sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Kimga shunaqangi tunkafon xizmatlari kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Tunkafon qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringga shu videoni albatta jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, do'stlar, yaqinroq olamda bu joylarga bitta ahamiyat berib o'tasizlar. Xudo xolasa, ideal qilib bitkazib berganmiz. Do'stlar, hali ham bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, hozir obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Albatta sizlarning fikrlaringiz, sizlarning qo'llab-quvvatlashlaring bizga albatta muhim.